Erimga xiyonat qilib, qaynukam bilan 7 yil davomida o'ynash bo'lib yashadim deb bir obunachim yozib qoldilar. Bu mani hikoyam emas, mani qarg'ab yozmaydi. Anonim tarzda birovga aytolmagan sirlarini menga aytib yozishadi va voqea qilib chiqarishimni so'rashadi. Shuni men voqea qilib har doim chiqazaman. Erimni umuman menda ko'ngli yo'q edi. Qachon qarasa turtkilardi, urardi. Qaynukam bo'lsa menga yaxshi ko'z bilan qarardilar. Men ham ularga mehrim tushib qolib, bir kun gaplashishni boshladik. Munosabatlarimiz juda ham iliq bo'lib ketdi. Ikkita o'g'lim qaynukamniki, lekin buni erimga hech ham aytolmayman. Men ham katta xonadonda turaman. Qaynona, qaynota, qaynisingil, ikkita qaynukam bor. Erimni menda umuman ko'ngillari yo'qligidan bora-bora sinib borardim. Qaynukam bilan esa munosabatlarimiz juda ham yaxshilanib borardi. Yaqinda qaynukam uylandilar. 1 oy bo'ldi. Menga qayrilib ham qaramay qo'ydilar. Xotinlari bilan andarmon bo'lib ketdilar. Bu narsaga umuman chidolmay ketyapman. 2-3 marta xotinlariga kun bermaslikka ham qaror qilib ko'rdim, lekin qo'limdan kelmadi. Qaynukam xafa bo'lishni boshladi. Bitta eri 2 kishi bo'lisha olmayotgandek juda ham kundoshlik qilgim kelib ketdi. O'zim hech qanaqasiga bosa olmayapman. Erimga aytsam bu uydan haydalib ketaman, lekin qaynukamni juda ham yaxshi ko'rib qolganman. Xotiniga chidab yashashga majbur bo'lib qoldim. Tomim ketib qolyapti. Nima qilay deb maslahat so'radilar. Bu borada nima maslahat berishni umuman bilmay qoldim. Ishlatgan mahsulotim Bavi. Har qanaqa dog'larni osonlikcha ketkazasizlar. Korzinkadan 95 mingga topsanglar bo'ladi. Uzun marketdan ham topsanglar bo'ladi. 1 kilo olsanglar 100 grammini sizlarga sovg'a qiladi. Rezultatini ko'rib turibsizlar qanaqa bo'lgan.